Saudiya Arabiston Xalqaro radiosi Turkiston bölümü. Radyo jurnali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qadrli radio dinləyicilər. Bugünkü proqramımızda qətr qılıb qılğan iş ravajlıq işdir degan maqolni və nefs cennetga kirishga vesile buldu degan maqolni aldığımız. Qətr qılıb qılğan iş ravajlıq işdir. Dinning 3 mərtəbəsi olub, ular iman, İslam və ihsandan ibaret. İhsan degan söz arab tilida yaxshilik qilish və ishni qətr qılıb qilish degan ikki ma'noda keladi. Ama ihsan imanning mərtəbəsi qatarida kelganda ishni qətr qılıb qilish, mukammal qilish degan ma'noni ifodalaydi. Qur'on Karimdagi allazi ahsana kulla shay'in xalaqahu. Yani Allah her narsani mukammal yaratgan zotdir degan oyat buni ifodalaydi. Bir kuni Cibril aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldığı Adem suretide kelip, onundan iman, İslam ve ihsan toğruluq sorğanda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman ve İslam'ını bayan kılıp bulup, ihsanını Allah'ını körüp turuvatkandak ibadet kılışındır. Gerçi sen Allah'ını körelmesen mi, Allah seni körüp turudu dep düşündürgen. Bu ihsanның ibadetteki mənisidir. Bu şunu ifadelaydi ki, Adem ibadetini Allah Taala meni körüp turuvatıdı, men onun huzurida turuvatıman degan itiqad bilen qilgandak, din ve dunyolik munosabatlik her qandaq bir ishni shundaq qatr qilib qilishi lozim. Onun her vaqt Allah Taala'nın onu kuzatib turadiganligini bir minutmu esidan chiqarmagan asosda ish ko'rishi talab qilinadi. Mu'min odam her bir ishni Allah Taala meni ve qilayotgan ishlarimni ko'rib turibdi degan e'tiqodda chin ixlosi bilan qatr qilib voyaga yetkazib qiladigan bo'lsa, o mu'minlikning eng yuqori pallasiga yetgan bo'ldi. Bundaq kishi Qur'on Karimdagi shaksizki Allah taqvodorlik qilguvchilar va qatr qilib ish qilguvchilar bilan bilidir. Yani innalloha ma'allazina taqav vallazina hum muhsinun degan oyatda tilga ilingan mu'minlar qatoridan o'rin olgan bo'ldi. Alloh taolo bu oyatda o'zining har bir ishni qatr qilib qilguvchilar bilan birga ekanligini bayon qilgan bo'lib, Alloh taolo bilan birga bo'lish martabasiga yetgan bandalarni o himoya qildi, qo'g'daydi va ularga yordam qildi. Demak, muhsin, ya'ni ishni qatr qilib qilguvchi, mukammal qilguvchi, berilib qilguvchi degan sifat mu'min degan sifatdan xos sifat bo'lib, har qandaq muhsin mu'min deyiladi. Ammo har qandaq mu'min muhsin deyilmaydi. Amel ibadetlerini resmiyetke o'xshashla qilib qo'ydigan, o'zining din va dunyolik vazifasini qo'lining uchidila o'rindab qo'ydigan odam ne Alloh taoloni, ne insonlarni rozi qilolmaydi. Mundaq odam hech kimning olqishiga erisholmaydi, hech kimning sevgisiga loyiq bo'lmaydi. Mundaq odam dunyo va oxiratda ziyon tortadi. Hikoya qilinishicha, bir qurilishchi odam bir binokorlik shirkatida uzun yil ishlab oxiri dam olishga chiqadigan vaqti kelibdi. Shuning bilan u kishi shirkat liderining yeniga berib, o'zining dam olishga chiqish iltimosini sunibdi. Biroq lider uning iltimosini qabul qilish bilan billa uningdan yaxshi bir uy selib berib, ondan dam olishga chiqishini o'tinibdi. Qurilishchi yoq deyilmaganligi uchun majbur holda ma'qul debdi va shu uyni tezroq bitkizib berib, shu liderning ko'zidan yiroq bo'lib dam olishga chiqishga aldirabdi. Qurilishchi dam olishga chiqishga aldirab turganda liderning uningdan oxirgi qatim bir uy selib berishni talab qilganligi uningga qat'iy xo'sh yoqmagan. Bo'lsa-mu, qo'lining uchidila qilib puttirib berishga boshlabdi. Qurilishchi uyga ishlatadigan materiallarni mo yaxshi tanlamay, arzon materiallarni ishlatib, uyning ulini mustahkam qilmay, tomlarini agri-bugri qilib, uyning qurilishiga qilcha ko'ngil bilmay, bo'lishiga ishlab, uyni plandan burunroq bitkizib chiqibdi. Bu kasofat uyni bitkizib
bolğuniga xoşal bolgan quruluşçu ətisi liderinin işxanasıga aldırab kirib kelib, "Boldi, öy pütdi. Mendin şu açqışını elib meni dam elishqa qo'yib bergaysiz" deb açqışını liderning oldiga qo'yibdi. Lider birdam turib olgandan keyin quruluşchiga qarab, "Ha, bo'pti. Tizla püttürüb chiqibsiz. Bu o'yni aslida biz sizning şirkitimizga atgan 40 yillik əmgikingiz bədiliga sizga hadiya qilish uchun soldurgan edik. Ochqishni eling, öy sizning. Yaxshi o'ltirib dam eling" debdi. Bu chaqda heliqi qurilishchi o'yni qo'lining uchidila bulishiga selib o'zini oldiganligiga qattiq pushaymon qilib qo'llarini tishlabdi. Ammo bu chaqdagi pushaymon nimaga esqatsin? Siz oxiratda Alloh taolaning oldida mushu hikoyadagi qurilishchiga o'xshash pushaymonni olg'ili qacha topolmaydigan bo'lib qolsangiz qanday qilarsiz? Buni o'ylab ko'rdingizmi? Bu dunyo bizning oxiratligimiz uchun ishlaydigan maydondir. O'zimizning oxiratdagi turalg'imizni mushu dunyoda iymon va yaxshi amalni xam material qilib turib o'zimiz qurib chiqamiz. Turalg'imizni esil qasr qilib selish yoki kapidakla oddiyla silib qo'yish o'zimizning ilkidagi ishdir. Chunki har kim o'zining jannatini yoki do'zaxini mushu dunyoda o'zi yaratadi. Demak, din va dunyolik har qanday bir ishni qatirqinib, ko'ngil bilib, voyaga yetkazib qilish dinning iymon va islomdan keyingi martabasidir. Bu martabaga yetganlar Allah Taala bilan billa bo'lish sharafiga nail bo'ladi. Hozirgi musulmonlarning ko'p sonliqi dunyolik ishlarni saxtlik bilan, ko'z bo'yamchilik bilan qo'lining uchidila qiladigan bo'lib qolganlikdan fan texnikada ishlab chiqarishda musulmon emas davlatlardan xilbak orqada turmoqda. Chunki ular ishlab chiqarishga ko'ngil bilmaydi. Hatto o'zi ishlab chiqarishga chomi yetadigan narsalarni musulmon emas davlatlardan elib kelib iste'mol qildi. Ular oxiratlik amal ibodatlarni rasmiyatga o'xshashla qilib qo'yishga odatlanib qolganlikdan ularning qilgan amal ibodatlari o'zining axloqiga, yurish turishiga qilcha ta'sir qilmaydigan bo'lib qolgan. Buningdan ularning o'zlari qilcha foyda ololmagan. O'zlari qilgan amal ibodatning mevasini ko'rolmaganligi aniq. Bu dunyoda mevasi va ta'siri ko'rilmagan amal ibodatning oxiratda izqitishi tasavvurdan yiroq. Chunki dinimizning peshvolari bo'lgan sahoba kiromlar Alloh taolaga ibodat qilish orqali hayotini tubdan o'zgartgan. Hatto islomiyatdan ilgari o'z qizlarini nomusdan tirik turg'izib yerga ko'miyotgan kishilarmi islomdan keyin axloq fazilatda dunyoga o'lgi yaratgan. Dunyoning yiroq bir chetida zulmga uchirgan qizlarni qutqizish uchun jihodga atlangan kishilardan bo'lib qolgan. Amal ibodat ta'sir qilsa, ana shundoq ta'sir qildi. Kishilarning hayotini ana shundoq tubdan o'zgartib etdi. Ammo rasmiyat yuzasidan qilib qo'ydigan amal ibodatlar hech kimga ta'sir qilmaydi. Hech kimni o'zgartirmaydi. Chunki u odatdan hech farqlanmaydi. Demak, qo'lining uchida qilib qo'ygan ish yo dunyoda yoki oxiratda hech kimga iz qatmaydi. Nefs cennetga kirishning vasilasidir. Nefs kishilardagi yeyish ichishga, mol dunyoga, yuz obro'yga bo'lgan havas, qiziqish degan ma'nolarni ifodalaydi. Alloh taolo hech qanday narsani bekorga yaratmagan. Bo'libmi nafsdan iborat hammalar odam qiziqadigan va hammalar odamni emgakka soladigan narsani hargiz maqsadsiz yaratmagan. Nafs degan so'z Qur'on Karimda insonning ichki qismidagi shaylar uchun qo'llanilgan bo'lib, u insonning yurish turishlarida ta'siri ko'rinib turadigan ko'plagan insoniy sifatlar va xususiyatlarni o'z ichiga olgan. Nafsning haqiqiy mohiyati insonlarga aniq bo'lmasa-mu, uning ko'plagan sifatlari va xususiyatlari insonning yurish turishlarida o'zini ko'rsatadi.
Nefsning talablari. Nefsning talablarining hammasi söküladigan darajada emas, balki nefsning yo'lliq talablari sökülmaydi. Nefsning yo'lliq taraflari deganimiz o'zini yoki boshqalarni ziyon zahmatga uchratmagan asosda qoida yo'sin bo'yicha o'zining moddiy va ma'naviy ehtiyojini qondirishdir. Mana bu targ'ib qilinadi, sökülmaydi. Nefsning yo'lsiz talablari deganimiz o'zini yoki boshqalarni ziyon zahmatlarga uchratish badiliga o'zining moddiy va ma'naviy havaslarini qoida yo'singa yot bir shaklda qondirishdan iboratdir. Bu nafsoniyatchilikdir. Shunga bu söküladi. Nefsni paklashning zarurligi. Alloh taolo nefsni pak qilgan odam cho'qim murodiga yetadi. Uni gunoh ma'siyatga ko'mgan odam cho'qim ziyon tortadi degan haqiqatni uqtirish uchun katta mavjudotlardan 11 mavjudot bilan qasam qilgan. Ma'lumki, insonlar qasam qilmoqchi bo'lsa, ular cho'qim Alloh taolaning nomi bilan qasam qiladi. Ular vallahi, tallahi, billahi degan so'zlar bilan qasam qildi. Ammo Alloh taolo o'zi xohlagan mahluqot bilan qasam qildi. Shams surasining 5-dan tortib va nafsi va ma sawwaha fa alhamaha fujuraha va taqwaha qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha, ya'ni nafsni pok qilgan odam murodiga yetadi. Uni gunohga ko'mgan odam ziyon tortadi degan yergacha bo'lgan oyatlarda Alloh taolo mushu haqiqatni, mushu gapni uqtirish uchun 11 mavjudot bilan qasam qilib buni ta'kidlagan. Ya'ni Alloh taolaning ta'kidligini nafsni pok qilgan odam dunyo va oxiratda murodiga yetadi, jannatga kiradi, Allohning rahmatiga erishadi. Ammo nafsni gunoh ma'siyatga ko'mgan, nafsni bulg'ulgan odam dunyo va oxiratda ziyon tortadi deganlik. Alloh taolo qasam qilmoqchi bo'lsa, o'zi xohlagan mahluqotning ismi bilan qasam qildi. Alloh taolo qasam qilsa, biror muhim ishni yoki ishlarni ta'kidlash uchun qasam qildi. Hamma ishni qasam bilan demaydi, ya'ni muhim ishni deydi. Alloh taolo hargiz oddiy ishlarga qasam qilmaydi. Shunga Alloh taolo qasam bilan ta'kidlagan ishlarga alohida ko'ngil bo'lish kerak, chunki u muhim. Nafsni poklash deganning ma'nosi inson aqlini va fikrini islom aqidasiga zid keladigan barliq e'tiqod va fikr aqimlardan ozod qilib, o'zini pok tutishi, hasad, kibr, ochko'zlik qatorliq gunoh ma'siyatlardan yiroq turib o'zini sop tutishi, harom yeyishdan va harom ishlarni qilishdan saqlanishi deganlikdir. Ba'zi ulamolar nafsni poklashni nafsdagi havoyi havaslarni qo'murib tashlab, o'zida go'zal axloqlarni, isil xislatlarni yetishtirish orqali o'zini takomillashtirish deb ta'riflagan. Islom dini bütün ta'limotlarda eng avval nafsni poklashga ahamiyat bergan. Chunki insonning nafsi poklanganda uning bütün amallari va yurish-turishlari durustlikqa, haqqoniylikqa qarab yo'l oladi. Nafs yomonlikning manbasi emas. Ba'zi kishilar nafsni barliq yomonliklarning boshlamchisi va insonlarni yo'ldan chiqaradigan narsa deb qaraydi. Amaliyat buning aksicha bo'lib, nafs jannatga kirishning yo'lidir. Nafsning talablarini o'z yo'lda ishlatmaslik yomonlikning beshidir. Nafs ba'zi kishilarni Alloh taolaga yaqinlashtirib, uni jannatga elib borsa, yana ba'zi kishilarni shayton bilan do'st qilib, uni do'zaxga elib boradi. Nafsning insondagi roli mashinaning motoriga o'xshash bo'lib, motor yo'lni obdan biladigan, qatnash qoidalariga rioya qiladigan salohiyatli bir shofirni nishonga salomat elib berishga turtki bo'lgandek va yo'lni bilmaydigan, qatnash qoidalariga rioya qilmaydigan salohiyatsiz shofirni hanga tashlab etgandek, nafsmo Allah Taalaning ko'rsatmalarini biladigan, shariatning cheklamalariga rioya qiladigan taqvodor mu'min odamni jannatga elib bordi va Allah Taalaning ko'rsatmalarini tunimaydigan, shariatga amal qilmaydigan fasiq odamni do'zaxga elib bordi. Shunga biz nafsga tuhmat qilmasligimiz va hammani o'zimizdan ko'rishimiz lozim. Chunki nafs motor, biz shofirmiz.
Biz rolni qaysi tarafga bursak, nafs bizni shu tarafga ittirdi. Nafs bo'lmasa, jannat tuzoqmi bo'lmaydi. Alloh taolaga yaqinlashish va oxirida jannatni qozonish uchun nafsdan boshqa yo'l bormi? Mol dunyomi? Nafsdir yani. Chunki u suyumlikdir. Dunyoda mol dunyoni yaxshi ko'rmaydigan, uningga qiziqmaydigan odam yo'q. Siz mol dunyoni Alloh taolo ko'rsatgan halol yo'lga ishlatsangiz, siz albatta Alloh taolaning dargohida martaba qozonasiz. Ya'ni siz qo'lingizdagi pulni o'zingizga va oilangizga keng tasha xaylasangiz bu ixtiyoringiz. Agar siz shu puldan yo'qsullarga, yetimlarga yordam qilsangiz, Allah'ın yolu yardım qilsangiz, siz Allah Taala'nın dargohida martaba qozonasiz. Agar pul sizga shunchalik bak suyumlik bo'lmagan bo'lsa, siz uni sarf qilish orqali martaba qozona olmagan bo'lardingiz. Alloh taolo Qur'on Karimda sizlar o'zinglar yaxshi ko'rgan narsanglarni sarf qilmoqcha hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar. Ya'ni lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun deb ko'rsatgan. Alloh taolo erlarda ayollarni, ayollarda erlarni yaxshi ko'rishdan iborat nafsni yaratgan. Erlar ayol jinsini yaxshi ko'rganligi va ularga qarashdan huzur oladiganligi uchun ko'chalardagi, internet torlaridagi va ba'zi ijtimoiy uchur vositalaridagi nomahram ayollardan ko'zini yumib o'tib ketgan kishilar Alloh taolaning dargohida martaba qozonadi. Shunga ko'r odam ayollarni ko'rmaganlik uchun martaba qozonmaydi. Bir gunohga kunib qolgandan keyin uni tashlagan odamning savob jihatdagi martabasi u gunohni qilmagan odamninkidan yuqori bo'ldi. Chunki oldinqisi shu gunohni tashlash yo'lida qiynaladi, jafo tortadi, ammo keyingisi bundoq jafo tortmaydi. Alloh taolo hech kimning ajrini bekor qilib etmaydi. İbadet qilish yo'lida, gunohdan saqlanish yo'lida jafo tortganlarning martabasini hassilab yuksaltib turdi. Musulmon odam bir kunda 5 vaqt namoz o'qish orqali Alloh taolaning dargohiga yuksaladi. Agar u hayotlik musofasida Alloh taolo sizib bergan siziq ichidilla mangsa, u bir kunda minglarcha qatim namoz o'qigandek Alloh taolaning dargohiga yuksalib turdi. Chunki u uchirgan har bir haromdan o'zini qochirish orqali martaba qozonib mangadi. Ko'ngliga kelgan har bir yaxshilikdan, har bir yaxshilikni iroda qilish va har bir yomonlikdan voz kechish orqali yana martaba qozonib mangadi. Insonning jismi tuproqdan, uning ruhi Alloh taoladan kelgan. Ma'lumki, tuproqning o'rni zimin, ruhning o'rni osmon, ya'ni yuqori ufuq. Shunga insonda uni tuvanga tortib turadigan turtkilar bilan uni yuqoriga tortib, ya'ni ko'tarib turadigan turtkilar mavjud. Inson nafsining talablari uning zimindan yaratilganligining asiri bo'lsa, uningdagi ma'naviy quvvat Alloh taoladan kelgan ruhning asiridir. Chunki inson farishtalarda bo'lgan ruhoniylik bilan hayvonlarda bo'lgan shahvonilikdan tarkib topgan maxluqot. Shunga uningda farishtalarga xos itoatmanlik bo'lgandek, hayvonlarga xos ochko'zlikmi bor. İslam dinimiz nefsinin isteklerini bütünlüğü çeklemeydi. Allah Teala nefsinin taleplerini mutlak erkin koyup bergen emas, belki onun şeriatının çek çigrası içinde kılgan. Allah Teala insan nefside yaratgan pul malını yaxşı görüş, ayal cinsini yaxşı görüş, nam nişan kaldırışını yaxşı görüş, yep içişten huzurlanış, qatarlıq isteklerinin her birinden yolluk paydalanış için onunğa muayyen kanun prinsiplerini belgilgen. Mesela pul malga ega bo'lish uchun savdo setiq va tijorat qilishni halol qilib, jazoni xo'rlikni, paraxo'rlikni, o'g'rilikni harom qilgan. Ayol jinsini foydalanish uchun nikohni yo'lga qo'ygan bo'lib, zinohni harom qilgan.
nam nishon qoldirish uchun ajr singdirib emgak qilishni yo'lga qo'yib, riyokorlikni, aldamchilikni harom qilgan. Yeyish ichishdan huzurlanish uchun pok halol narsalarni isrof qilmay yeyishni halol qilib, harom narsalarni yeyishni va isrofxo'rlikni harom qilgan. Nafs bilan Allohga 2 qatim o'rligili bo'ladi. Allama Muhammad Ratib Nablisi mundaq deydi. Musulmon odam o'zidagi shu nafsning soyasida Alloh taolaning dargohiga 2 qatim o'rlab, 2 qatim martaba qazanalaydi. Bu bir qatim shukr qilish orqali, yana bir qatim sabr qilish orqali bo'ladi. Masalan, siz jinsiy havasingizni o'zingizning ayoli bilan qondirsangiz, siz Alloh taolaga shukr qilish orqali martaba qazanasiz. Agar siz uni halol bo'lmagan yana bir qatim sabr qilish orqali bo'ladi. Masalan, siz jinsiy havasingizni o'zingizning ayoli bilan qondirsangiz, siz Alloh taolaga shukr qilish orqali martaba qozonasiz. Agar siz halol bo'lmagan ayol bilan aloqa qurishdan voz kechib, ippitingizni saqlasangiz, siz sabr qilish orqali Alloh taolaning dargohida martaba qozonasiz. Shuningdek, siz haloldan pul topib, uni halol yo'lga ishlatsangiz, ya'ni oilangizdagilarga xayrlab berib, ularni xushal qilsangiz, siz Alloh taolaga shukr qilish orqali martaba qozonasiz. Agar siz pulga nihoyat muhtoj turuqliq, haromdan, pul tepishdan va shubhilik narsalardan saqlansangiz, siz albatta sabr qilish orqali Alloh taolaning dargohida yana martaba qozonasiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mundaq deydi. Ayollar, o'g'illar, oltin kumushdan to'plangan mal, dunyolar, arg'umoqlar, chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil totadigan narsalarni yaxshi ko'rish insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dunyo hayotining vaqtlik manfaatlaridir. Allohning dargohida yaxshilar qaytadigan go'zal joy bor. Oyatning ma'nosi tugidi. İnson mushu shahvatlarni Alloh taolo belgilagan chek chegara ichida ishlatib, Alloh taolaning dargohiga yaxshi amallar bilan borsa, u bitmas tugumas baxt saodatga erishidi. Yuqorqi oyatning Allohning dargohida yaxshilar qaytadigan go'zal joy bor degan qismi buni ifodalaydi. Insondagi nafs sanoatdagi uran moddasiga o'xshash uni ishlashga, ishni qetirqinib qilishga va arzu qilgan narsaga erishish uchun tirishchanlik ko'rsatishga ittirdi. Siz o'zingizdagi nafsni yaxshi ishlarga vasita qilsangiz, albatta u sizni manzilga salomat elib boradi. Agar siz nafsning o'zini g'oya qilib olib, uni chek-chegarasiga rioya qilmay ishlatsangiz, bu nafs sizni vayron qiladigan kuchga aylanadi. Inson pul, mol va ayol ikkisida ko'proq sinaladi. Tarixlarda satchilikka qolganlar iqtisodiy yo'lsizlik sababli yoki istildagi axloqsizlik sababli satchilikka qolgan. Ba'zi ulamolarning aytishicha, birov o'ziga halol bo'lmagan bir ayol bilan yolg'iz qolsa yoki jinsiy havasni qo'zg'aydigan gap so'zlarni anglasa va yoki axloqsiz rasm va filmlarni ko'rsa, uning mingisi bir xil moddani chiqarish orqali uning ish harakatini kontrolidan chiqarib tashlaydi. Yomon ish ana shundoq vaqtda yuz beradi. Bunun bilan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yat er bilen yat ayol ikkisi yalğız kalmasın, bolmasa ularning üçüncüsü şeytan bulup kaldı degan sözünün ne kadar hikmetlik, ne kadar ilmi hakikat ekanligi o'ttirg'i chiqirdi. İnsanның mushu nafsi istaklarini öz yo'lda ishlatish va öz chek chegarasi ichida foydalanish orqali oxiratda eng baxtli kishilarning bo'lishi ajablanarli emas. Chunki inson nafsidagi istaklar yo uni jannatga elib boradigan yoki do'zaxga ittiradigan turtkilardir. Alloh taoloni nafsni jannatga kirishning vositasi qilib, murodiga yetganlarning qadrli radio anglag'uchilar, bugungi anglitishimiz bu yerda oxirlashdi. Yana bir ko'rishgacha hammanglarni Allah'a tapşırdım. Aman bulunlar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Saudiya Arabistan Xalqaro Radiosi Türkistan bölümü. Radyo Jurnali. وأمري في الحياة إليك أتيتك